Adamni ko'zimni oldida xorlab tashlayaptilar. Men uyda qanaqa qilib yashayman deyapti. O'g'il. Qabrga qo'yilmasdan oldin janjal bo'lib ketgan yoki bo'lmasa qabrga qo'yilgandan keyin baribir eshitib qolasiz, o'tdan bu. Hozirgi kunda odamni qazilayotgan ko'rib ko'mdiryapti. Shunaqasi ham bo'ladimi? Ko'pchilik shu narsani bilmaydi. G'alati-da, aka. Men o'zim hayron qolaman. Aka vafot qilsa, akadan qolgan bolalarni ukasi men qarayman deb olib, men kelib turib, sal bo'sh kelsangiz, nimalarga bo'lib qo'yapti. "Voy, otang o'ldi, ihson qilmasang odamlar nima deydi-da, "O'y, sharoitim yo'q, o'lsang qilmasang bo'lmaydi" qildiradiganlar bor. Qarzni bo'yniga olib, qanaqa qilib siz yemagan somchangizga pul to'lashingiz mumkin. Bitta ko'rpa asiz bo'ldimi? Qiyomatda so'rab olaman, qiyomatda so'rab olaman deganlar. O'rgan olgan shu gapni. Shu gap o'rib, qiyomatda so'rab olishdan ko'ra so'ralishni o'ylagan birinchi bo'lib. Sen oppoq emassan, sen qiyomatda Alloh ijozat bersa so'raysan. U nima qilgan endi u baribir? Sal misol uchun aytaman-da, seni kimligingni men bilaman. Tabletka deganingizga mana shu tabletkalarni bekitib ketish, lokatsiya ko'payib ketdi-yu, shu qabristondan ham foydalanib turishadimi? Yo'q, qabriston hozir kameralangan, boshqa qilingan. Baribir 2-3 marta qatnab qolgan odamni o'zimiz ham bilib qolamiz, chan nima qilib yuribsan? Kim oldiga kelding? Men misol uchun biz qabristonni aylanib yurib 2-3 kun kelib qolgan bolani bittada tinchlikmi, kiming bo'ladi? Misol uchun taniymiz, dodam buvim desa, keyin safar baribir bilib olasiz-da, xalq zaklatchiklarni bu yerdan chiqib ketgan endi. Ayol kishi erdan qo'rqish kerakmi, hurmat qilish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Xudodan qo'rqish kerak ayol kishi. Xudodan qo'rqsa, u erga ham hurmatini joyiga qo'yadi. U Xudodan qo'rqqan ayol erini kasalini oxirigacha boqadi, boshqa qiladi. Bir marta menga bitta amaki aytib beruvdilar-da, endi er necha yildan beri kasal bo'lib yotibdi deydi. O'g'li kelibdi. Qarasa bulg'alanib yotganmish-da endi. Otasini ko'tarib olibdi-da, yangi ko'rpacha solib boshqa yuvintirib yangi ko'rpa. Nimaga yangi ko'rpa solding? Hozir yana ana qilib tashlaydi debdi-da. Ayoli, onasi. O'g'li qarab turib, adam bo'ladilar. Shuncha ana qilganlar. Nima qilgan? Bitta ko'rpa asiz bo'ldimi? Desa, sen nima orchi gap gapirib tashlagan, anu bolani jonidan o'tib ketib, shunda bitta ko'rpa otamdan aziz bo'libdi, men hayotda yashamay qo'ya qolay, shunda balkondan o'zini tashlab yuborgan. Bitta bo'lmagan-u, lekin bitta anaga aytib beruvdi. Bitta ko'rpani deb bitta shunchalik shunaqa ayollar bor-da, men aytdi, "Va, onasining o'zini deysiz, lekin men o'zim ko'rganman-da, eri 50 ming so'm pul topadi kuniga. O'sha ham yarmi sigir. Lekin erini har kuni kiyimi dazmollangan, cho'ntagida dasturmoli bor, boshqasi bor, er qilib olib yuribdi. Hurmatini joyiga qo'yib. Hurmatini joyiga qo'yib. Erkak har kuni toza kiyimda chiqib ketadi. Tushundingizmi? Pul topishiga emas, aytaman boyiga gap. Xudodan qo'rqib er qilib yurgan shu. Hamma gap shunda. U anaqada emas. Men meros masalasida gaplashaylik. Meros masalasida ko'p tortishuvlar bo'ladi-yu. Mana shu qabrga qo'yilmasdan oldin janjal bo'lib ketgan yoki bo'lmasa qabrga qo'yilgandan keyin baribir eshitib qolasiz, o'tdan bu yerdan. Eshitganingizni deb qo'ygan, anu qanaqa ibrat bo'ladigan voqealar bor, odamlarga aytsak bo'ladi shu meros masalasida. Hozirgi kunda to'g'risi trili paytda hal qilib qo'yish kerak bo'lyapti-da. Trili paytda hal qilib qo'yish, ota-onalar trili paytda hal qilib qo'yish kerak, adolat bilan hal qilish kerak. Goh payt qizini turmushi o'xshamay qoladi, to'g'ri, uy ota-onaniki, anu qiziga alohida deydi, boshqaga alohida deydi. Meros ajratmaydi. Endi agar ilmi bo'lsa, bunaqa o'zidan keyin bunaqa xaltalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Endi men aytaman, men xastamonlarda eski uylar buzildi-da, aka. Mana shu uylarda 50 yil guvohli uylarda yashab keldi, 60 yillabdi odamlar. Ikkisi kichkina hovli, kanalizatsiyasi yo'q, boshqasi yo'q. Shu uylar buzilib, endi davlat tarafdan yaxshi pul berildi-da. 40 yil oldin ko'chib ketgan qarindoshlar kelyapti-da. Meros talab qilib, bizning haqqimiz bor. Unaqa gap gapirmasdan o'zingdan ukangni yo akangni sovutmasdan, aka bizga yaqinroq joydan uy oling. Bitta xonani ajrating. Ota qo'limiz o'sha yerga yig'ilargan bitta xonada mehmonxona qilasiz, biz o'sha yerda yig'ilargan joy bo'lamiz. Endi mayli Xudo berdi sizlarga shunchalik changini yutib, guvola mash kaltigaga chiqib yurargan eski uylarda yashadinglar. Endi mukofotiga mana shu opsilar deyish o'rniga mana shu 10 ming so'm, 20 ming dollar olaman deb, misol uchun o'lib qolsa o'ligiga ham uncha pul ishlatmaydi. Men bola chaqamga zo'r beraman, o'zimni pul bilan nimadir muammoyimni yopaman deb o'zingni siylar ham ota-onangni ruhini chirqiratganing qoladi-ku. Undan ko'ra tinchgina
Shu kichkinagina uyingda bo'lsa ham yashab turganing yaxshi-yu. Mana sizda ham amchi bo'lgan bo'lsa kerak. Aka vafot qilsa, akadan qolgan bolalarni ukasi men qarayman deb olib, qaramog'imga olaman deb turib, akadan qolgan uyni nomiga o'tkazib olishga harakat qiladigan bir qo'shtirnoq ichidagi ukalar ham bor ekanda. Siz menimcha bir suhbat aytib beruvdingiz. O'zimni bolalaring meni bolam deb turadi. Ha, shunaqa deydi, lekin uni maqsadi asl tegi maqsadi ani akadan qolgan mol mulkni uy joy nomiga o'tkazib olish. Yetimmi haqqi yetti daryoni quritadi, aka. Hech qachon birovniki birovga anaqa qilmaydi. Nasib qilmaydi. Ko'ryapmiz, yetimmi haqqini 1-2 bo'lmasdan ponitar bo'lib ketganlar. Menga misol uchun qo'shnimiz o'tib qolganda bolalari yosh edi. O'rtog'im telefon qildi, "Hoji, amakimga ehson qilamiz" dedi. "Men o'rtoq chiqmayman uyga" dedim. "Nimaga?" dedi. "Bolalari yetim, o'shani haqqini yeganman, undan ko'ra pulini berib qo'ya qolaylik, ehson qilib o'shalarga." Hali ular katta bo'lguncha qancha ehson kerak dedim. Men birlagan oshib o'shani yetimga haqqini yegandek bo'lib ketaman. Deyman. Misol uchun meni to'g'risida prinsip, hammada prinsip bo'ladi. Aka, men ochig'ini aytaman. Meni ko'pchilik oshga aytadi, oshga bormayman men. Qaysidirini yetimi bo'lishi mumkin. Qaysidirini qayerdadir qarzi bo'lishi mumkin. Men u qarz olib turib sizga osh yedirganidan ko'ra men o'sha oshni yemay qolayman. Meni ham yetmay qo'ya qol, men ertaga kelajakda men bilmayman, meni holatim qanaqa bo'ladi. O'g'lim uylanaman desa, meni pulim bo'lmasa, men kichikroq ehson qilaman desa, uni yegan oshim qarz bo'lib qoladimi? To'g'ri, ehsondir. Lekin uni holatiga qarash kerak. Holatiga qarash kerak. Misol uchun kazo aytayotdi, bir xil aytadi, "Amnikiga borsan, endi yo'ling shubhasi bormasa, atak bormayman." Men o'zim yoqtirmayman. Chunki u odamni baribir lo'qmaga ham qaraydi, aka. Siz ko'rinishiga qarab odam ajratmaysiz, holatiga qaramayman. Yo'q, o'zi bormayman. O'zi borgisi. O'zim borgim kelmaydi. Bilmayman, holatda shu. Balkim shunaqa. Lekin uni eskilarning gapi bor-ku, yetilgan joydan qolma, yetilgan joyga borma deydi. Lekin siz aytgandagi to'g'ri, ani yetim agar ehson qilayotgan bo'lsa, bu majbur bir xilla borda, "Voy, otang o'ldi, ehson qilmasang odamlar nima deydi?" "O, sharoitim yo'q, o'tsam qilmasang bo'lmaydi" deb qildiradiganlar bor. Ana shunaqalarga menimcha haqiqatan borish kerak emas deb o'ylayman. Biror bir musulmon kishi olamdan o'tsa, uni poklab yuvib, kafanlab, janozasini o'qib ko'mish vazifa. Bo'ldi. Dal ehsoni yo siz o'sha odamni oldidagi vazifangizni bajardingiz. Uni ehsoniga borib bir oshini yeganingiz bilan bir manfaat bo'lmaydi. Oshiga yetgan bo'lsa, ilohim, Alloh rahmat qilsin, yaxshi odam edi. Xudo Alloh akbar desam bo'ldi. Savobi tegdi. Mana shu ehsonlarni, oshlarni aka ochig'ini aytaman, siz oilaviy masalalarni ko'taryapsiz, misol uchun. Oilaviy masala hozirgi kundagi katta oshlarni erkaklarga emas, ayollarga berish kerak bo'lib qoldi-da. Domla ham ayollarga oiladagi munosabatni, boshqani ayollarga tushuntirish kerak bo'lib qoldi. Misol uchun boramiz amir ma'rufda domla ma'ruza qiladi, oila munosabati, erkak kishi kuni bo'yi ishda bo'lsa, o'tda kuyov o'tirmayotgan bo'lsa, oilaning mas'uliyatini unga mana tushuntirargan bo'lsangiz, asosan hamma muammo qaynona kelinning o'rtasida kelib chiqyapti. Ikkalasini ayollarni o'zini yuzlashtirib qo'ying, mana bundan xabarimiz bo'lish kerak ekan, deyish kerak. Eshitgan mana gapini. Mana gapini eshiting deyish kerak bo'lyapti-da. Hozir oshda kamera yuradi. Misol uchun kamera ma'ruzani ham qo'yapti. Odamlar osh ko'rsa, "Mami ham kelibdi oshga, mami ham kelibdi." Ma'ruza bilan kichkina ish yo'q. Mami osh kelibdi, shu narsa bo'lyapti. Mana kiyib olgan kiyimini qara, o'rtasida qara. Ochig'ini aytaman, shu narsa bo'lyapti. Shuning uchun amr ma'ruf boshqalarni u ayollarga berish kerak bo'lib qoldi. Erkak kishilar aytganga bir rahmat, aytmaganga ming rahmat. Chunki oilani asosiy hamma anaqasini ayollar keltirib chiqaryapti muammolarni. Shu deb bilaman, aka. Oshni ham boshqani ham o'sha erkaklarga emas, ayollarga berib turib, domla o'sha yerda ma'ruza qilib, oilaning munosabatni, qaynona kelinni o'rtasidagi yoki kelin qanaqa bo'lish kerakligini hammasini tushuntirib, erni qanaqa hurmat qilish kerakligini, Xudodan qo'rqish kerakligini o'shalarga tushuntirish kerak bo'lib qoldi. Erkaklar jumaga chiqyapti, boshqaga chiqyapti, xabari bo'ldi, shundoq ham eshitib yuribdi. Erkakning vazifasi ro'zg'orini qilib, but qilib, ayolga yaxshi qarab, nafaqasini qilib turishlik. Shu bo'lyapti. Shunaqa oshga borgan erkaklar kelib, uyga ayollarga, qizlarga shu ma'ruzadan bo'lgan bir fikrni bildirib aytib qo'yinglar. Sal yordam bo'ladi-da shunda. Sal yordam deyapsiz. Oshdan chiqib sigaret ketadi-yurasa. Oka, sigaret chakib esdan chiqarib qo'yishadi. Bo'ldi, bu yo'q. Orchiga uyga yetib bormaydi. Uyga yetib bormaydi, o'sha istagan tanishini ko'rib qolib, mashinaning oldida ikkita sigaret chakib bo'pti, omon bo'ldi, hamma ishiga. Mana shu esdan chiqib ketadi do'sti, boshqa gaplar bilan. Mana shu qabristonda qabr ko'milyapti, boshqa qilyapti. Tepamda ikkita odam turibdi-da.
biznesidan gaplashyapti-da. Hali ko'nmadi, ani turpoq tortyapti, boshqa qilyapti. Men o'ylayman, "Oy, qayerda turibsan? Nima ish qilyapsan hozir? Nimani gapiryapsan?" Odamlar shu darajada ko'zi bilan ko'rsatib qo'ysa ham, men o'limni ko'rgan. Ibrat bu, ibrat-ku, to'g'rimi? O'lim ibrat. Shuni ko'rib turibman-da, ko'zi o'sha yerda-da. Og'ayingiz bilan boshqa temalarni gaplashyapti. Bunga nima deysiz? Men hech narsa demayman. Bu narsalarga men ko'nik bo'lganman. Ko'rib Ko'pa bunaqa. odamlar keladi-da, misol uchun skemaga qo'yib qo'ygan, boshqa qilib qo'ygan. Aka kim chakib, bizani kimdir ham chakmay, bizani ishxonada ishlaygan, qabristonda ishlaganlarni chakargan orasida. Mana ziyoratga kelib, janozaga kelganlar, mana bir soya qilib qo'ygansanlar, o'sha yerlar chakib, mozorga kirib chakib. Odamlarga farqi bo'lmay qolgan. Hozir eti o'l bo'ldi odamlarni. Bizam shunaqa noinsof bo'ladimi? Endi nima deysiz deyman. Jonga tegdi. Mana shu oldinlari odamlar qabristonga kirib suv icholmas edi. Hozir ovqat ham yuborishadi, boshqa hamma yoq baklashga 05 baklashga hozir janozaga kelishadi, o'zligi bilan blok suv ko'tarib ketishyapti. Tarqatishyapti, u ham yangi udum bo'lib, tarqatyapti, baklashga shuni yarmi ichilgan, yarmi qolgan, shu blok ketgandan keyin bitta janozadan keyin ham bir qop baklashga yig'ish kerak bo'lib qoldi-da hozir. Odamlar bir yarim soatga ham sabr qilib berisha olmayapti. Mana shu issiqga. Kechiginda bitta joyda bundoq chiroyli qilib bardur qilib o'rab qo'ysa, mamlakidan olib qochgan, menimcha shunda ham kelib turib, endi hammasini o'zini go'riga tosh qo'ygan. Kelib turib, mamma qilib qo'yibdi. Yo'q, ani boladan so'ra kim qo'ydirganini aytadi desam, gaplashdi. Nima dedi desam, qiyomatda so'rab olaman. Yo'q, mamma qilib, qiyomatda so'rab olishdan ko'ra so'ralishingni birinchi o'yla. Qiyomat nimaligini biladimi o'zi? Hozir juda ko'payib ketdi-da, mana shu qiyomatda so'rab olaman deganlar. O'rgan olgan shu gapni. Shu gap qiyomatda so'rab olishdan ko'ra so'ralishni o'ylagan birinchi bo'lib. Sen oppoq emassan, sen qiyomatda Alloh ijozat bersa so'raysan. Nima karomat ko'rsatib qo'yibsanki, sen so'rayman deyapsan. Xo'p dedim. O'sha odamni chaqir dedim, mana shu oftoda, qani hozir 40 gradus issiq. Oftoda boshalang bir mana ertalab soat 8 da bo'lsa peshingacha turaylik, qani onasining o'rni tepasida turaylik, nima bo'lar ekan dedim. Yarim soatda onasining o'rni tepasidan qochib ketgisi keladi. Qiyomatda to galing kelib so'ralishingga galing kelgunicha necha ming yil o'tadi deyilgan. Boshing qaynab ketadi, miying qaynab ketadi. Mana shu issiqni o'ziga endi u yoqda quyosh minutgacha keladi deyilgan. Sen u payt bilan o'ynashmagin. Bemalol odamlarning og'zidan chiqib ketyapti. Nima u qiyomatda so'rab olargan, nima ish qildi? U nima qilgan endi u bardur? Bitta tosh qo'yib qo'yganiga shu bitta o'ziniki chiroyli tosh o'raganiga mana shunaqa gaplar gapiryapti. U tarafga o'tib ketib qolibdimi endi? U tarafga o'tmagan, shunda ham odamlarga yoqmagan bo'lib qolgan. Misol uchun ko'chani asfalt qilib kelib, bundoq anaqa qilsa, buni agar o'tiga sal anaqa qilib qolsa, ko'ra olmagan hasadgo'y odamlar ko'payib ketganda, aka. U qilayotganligi ko'ra, omadingiz bersin, baraka toping, shunchalik zo'r qilib qo'yibsiz deyish yo'q. Faoliyatingiz davomida qo'pol qilib aytganda ko'chada qolib ketgan, ya'ni hech kimga kerak emas bo'lib qolgan o'g'illar ham keladimi? Egasi yo'q deydi-ku, mayt egasi yo'q mayt. Hech kimi yo'q. Hech kimi yo'q. Misol yolg'iz qariyalar, boshqalar bo'ladi, qora qamishlardan olib chiqadi. Unda bunda endi uni ham uyiga egalik qilayotganligi uchun birpasda hushyorlar paydo bo'lib olishadi. Qariyani boqamiz. Bittasi endi anetni ko'rmasa, oka mana anaqa rasxod qo'l qo'yib bering. Nimaga qo'l qo'yaman desam, biz rasxod qildik, men go'rko'mani qo'l qo'yib bering. Nimaga desa, ertaga uylarni rasmiylashtirib biz ko'mdik-ku deydi. Endi o'zingiz o'ylangda, nima rasmiylashtirib bo'ldi, ko'mning, xudo bildi, bo'ldi, sen ko'mganliging ertaga shunga qo'l qo'yib bering deb yuribdi-da. Uyi qo'yotgan ekan, ikki xonali uyi bor ekan. Undan keyin oradan hech qancha o'tmasdan 3 oydan keyin yana biza qarordik, endi bular uzoq yashab qoldilar deydi. Endi 83 ga chiqib bo'lgan kampir edi. Ular 3-4 yil qarashgan ekan, olamdan o'tmagan ekan. Mayli, endi xudo bilsin, qaraganimizni ularga o'tib ketdi deydi. Go'rin tepasigacha kelib ketyapti, rostdan o'libchi degan, ha deydi. Hayron qolasiz. 2 xona uy uchun, o'sha uyda o'zing yashash. Maqsad savob uchun bo'lmaganda. Maqsad savob uchun emas. O'sha 2 xona uy uchun. O'ligini ko'maman, boshqa qilaman, boshqa. Endi eng qizig'i o'zimizni o'z beladan chiqayotgan qiluvdik. Mayli endi. Alloh insof bersin. Hamma bir xilamiz. Bu yerda endi millatni yomonlamaymiz, o'zimizni musulmonman deb misol uchun hamma mehr oqibat yo'q degan odamlarni orasidan chiqayotgan mana shunaqa odam sifatlardan chiqayotgan narsa. O'zi shunga yaqin savol bermoqchi edim. Mana shu uy joy edi, meros edi, janoza salkam janjalga aylanib ketgan vaziyatlarga guvoh bo'lganmiz. Endi uyda qiladi u janjalni.
qo'shnilar biladi. Endi bizgacha biza misol uchun hozirgi kunda bitta narsada yoki janoza keladi, xabar keladi. Qayerdan oilaviy qilxona borib ketayotganda kimi bo'ladi, kimlar bor edi? Men qarindoshlarim bor. Hammasi bilan bordi keldilaring yaxshimi deyman. Nega unaqa deyapsiz? Hozirgi kunda odamlar qazilayotgan ko'rib ko'mdiryapti. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'lyapti-da aka. Odamlar talashyapti-da shuni ham. Buni ko'mmaysan, uni ko'mmaysan deb. Aytdim, o kelin masalasi, kelinni ko'mmaysan turganlar bor, boshqa bor. Endi qarinda shu go'rku polni anaqa bo'lib qoldi hozir. Mahalla raisi misolga qaysi oila tinch, qaysi oila tinch emas, xuddi shuni bilganda qaysi qilxonada muammo bor, qaysi birida muammo yo'q, shuni bilish kerak bo'lib qoldi. Mana shu yoshimga kirib janozada ko'p qatnashganman, lekin bitta oxirgi payt, o'sha oxirgi qatnashganda bir holat bo'ldi, menga g'alati tuyuldi. Janoza bo'lyapti, bir 90 ga kirgan onaxonaga, hali vafot qilgan. Domla so'rayapti, kim bu mayit egalari? O'sha qarzi bo'lsin abodo. Ha, shuni so'rash kerak-ku. Mayit egasi sigir chekkan chiqib ketgan ekan. Jumada bo'lyapti bu narsada. Keyin kuttirdik, kuttiramiz, hali odam keldi. So'rayapti, shuna qarzi bo'lsa kim bo'yniga oladi desa, indamay turibdi-da, hech kim chiqmayapti, aka. Prям hech kim chiqmayapti. Domla jumma ham qoldi-da, ya'ni shu pauza ushlab qoldi domla. Yana so'rayapti, yana hech kim chiqmayapti. Keyin bo'ldi, bu onani dedi, bu mayit hech kim yo'q ekan deb o'qiramiz zotudi. Bitta jamoat ichidan bitta odam chiqdi-da, men olaman bo'ynimga qarzini. Umuman tanishmas unga, ani qarindoshlik joyi yo'q. Shunga o'xshash holatlar ham bo'ladimi? Siz ani eshitganmisiz shunaqa vaziyatlarda? Endi aytdi odamlar bizani odamlar noto'g'ri tushunishadi ko'pincha-da. Anaqani. Qarzi bo'yniga olgan odam to'lashga. U qarz emas. Misol uchun sizning merosingiz bor, 5-10 so'm pulingiz bor. Ya, qarzingiz bor-a? Men vakil bo'lib chiqaman sizga. Misol uchun, bir nima bo'lsa qarzdorligingizni siz uchun 10 ming pulingizni men deb anaqa qilaman, qolgan pulni olib turib, mana bola chaqangizga beraman yoki qarzingiz bormi, mashinangizni sotib turib o'sha qarzdorlarni yopishim kerak. Qolgan merosni bolalaringizga taqsimlab berishim. O'shanga chiqadi, u yonidan platit qiladi, chiqmaydi u qarz. Yonidan uzmaydi. Ko'pchilik shu narsani bilmaydi. Qarzi bo'yniga olib, u qanaqa qilib siz yemagan somchangizga pul to'lashingiz mumkin. Siz vakil bo'lib chiqasiz. Qarz omonatlari bo'lsa, boshqa ijrochi deydi-ku. Ijrochi, mabodo ertaga qarindosh urug'ning o'rtasida siz adolatsizlik qilmalaring, ma'mini do'lasini olib ber, ma'mini do'las. Ko'pchilik men deb chiqib keladi, ertaga siz aytayotgan boyagi yetimlarning orasida yetimlarga turib berish kerak bo'ladi o'sha odam, qarz bo'yniga olgan odam. Yetimning haqqi, nimaga sen bunikini o'zing o'zlashtiraversan? Xudodan qo'rqqin. Ertaga mana bo'lib ketasan. O'zligi kelishib olishadi deb ketish kerak emas. Oxirgacha turish kerak-ku. Oxirgacha turishlik, vakil bo'lib turibsanmi? Misol uchun sizni ko'chada 5 ming qarzingiz bormi? Misol uchun ana yerda bitta mashinangiz, bitta uyingiz turibdimi? Bo'ldi, ana mashinangizni 10 mingga sotib turib, yoki ana yerda dasmingiz bo'lsa 5 mingni yopish kerak-da. Bo'ldi, qolgani mana qizi haqqi menimcha, mamini haqqi menimcha. Sen falonchixon, ukangga mana shu meros o'tishini rozimisan? Ukangga o'tadi, ota qo'li desa, roziman desa bo'ldi. Men merosdan voz kechdim desa, voz kechaveradi. Mana shunaqa narsalar. U odamlarning ko'pi ilmsizlikdan kelib chiqib, mana shunaqa bo'yniga olish kerak ekan, men yonidan to'laymanmi degan narsa bo'lib qoladi. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Odamlar o'zi ilmni, mana domlalar bor, qanaqa to'lash, nima qilish, kelib so'rash kerak. Bilmaydigan bo'lsa kelib so'rasin. Bilmaydigan odamlar mana aytaman-da, ko'pchilik bilmaydi, lekin fatvoni berib tashlaydi. Men ham ko'p narsani bilmayman. Misol uchun bitta kitobda yozib qo'yibsiz-da. Men kuniga 20 tala kitob o'qirdim. Undan keyin o'sha kattalarning oldiga 4 ta shisha bilan yaqinlashib oldim deganda. Ya'ni bizda ham qora kalaning yonida, hoji bolaning yonida yurgan odamni oshligi billa borki, yurgan odamlarni bular ham ko'p narsani biladi deb o'ylaydi odamlar. Bu hech narsani bilmasligi mumkin. U ham hojaga qilib erkalanib ketgan bo'lsa, menga joizmi hojaga desa erkalanib ketgan, endi menga hamma qarab turib, ha joiz deb qo'ysa, bo'yniga fatvo bergan bo'ladi. Undan ko'ra ahli ilmdan so'rash kerak. Bizda eng yomoni bilmayman degan gapni tan olmaslik. Imom Azam rahmatullohdan bitta kelganda, ya'ni Imom Azamdan so'rashgan, otingiz oyog'ini eshitdi desa, bunday tushib ko'rganda 1 2 3 4 degan ekan. 4 ta degan ekanlar. Bo'lmasa ot ustidan turib anaqa qilsalar bo'ladi. 4 ta. Bizanikilar unaqa narsaga yurmaydi. Bizanikilar shart, holat boshqa, hamma va men direktlarini ham o'chirib anaqa kiromiga yaxtajagan. Chunki odamlar men aytaman, meni gapim fatvo emas, meni gapim anaqa emas. Sizdan so'rashadi, men bu bo'ladi. Men hech narsani bilmayman. Ana borlaring domlalar bor, ana o'shalar anaqa qilib beradi. Men aqlim yetgan narsaga javob berishim mumkin.
qolganiga javob bermayman. Misol uchun menda necha mahal namoz o'tsa 5 mahal namoz deyishim mumkin bo'ldi. Tahorat qanaqa qilsa, men nima qilaman, qolganini bilmayman, domladan so'ra deyman men ham. Shuning uchun odamlar bilamandan ko'ra bilmayman degan narsani ko'proq anaqa qilish kerak. Shuning uchun aytaman-da, u oldida yurgani bilan u aqlli bo'lib qolmaydi. Ko'payib ketdi shunaqa aqllilar. Ha, onasining g'alati-da, aka. Men o'zim hayron qolaman. Aqlingni yasayapmi? Din bu noto'g'ri narsa, Xudoni oldida. Sen misol uchun gaping noto'g'ri bo'lsa, rahbariyat kim chiqardi bu gapni desa, senga kelib taqalsa, xo'jayin bitta urishsa qanaqa qizar nasrini. U sen butun boyni Xudoning ishiga aralashib qo'yayotgan bo'lasan. Nima deyotganligini bil. Odamlar tafakkuri yo'qotib qo'yganda, bittaga ana qiyomatda so'rab olaman deyapti. Men haftada yarim soat turib berishga qo'yetmagan odam qanaqa qiladi sizga qiyomatda so'rab olishni anaqa qiladi. O'ylamasdan gapirish kerak emas bunaqa. Bizangilar hamma gapni yengil gapirib yuboryapti. Haromni ham yengil gapiradi, boshqani ham sal o'ylab sabrajat qilib gapirlaring. Ko'pda aka. O'tishga gapirmalaring, domladan so'rab olsin, kimga kerak bo'lsa. Ha. Qiziqib olgan kerak bo'lsa degan. Yaqinda ham bittasi kelyapti-da, men bitta endi skemaga qo'yib qo'yganda, mendan sherigimdan so'rayapti. Qarachi skemaga to'polon qo'yadi. Hojaga qattasiz, men bunaqa joydaman. Qarachi men skemagani olib chiqib go'r qaziluvdi-ku, yonidagini adasi ko'mildi, o'g'lining yoniga adasi ko'mildi o'sha skemaga. Nimaga skemagani olib tashlaydi, vada qilyapti. Telefonni bering, telefon. Skemaga qatta turuvdi dedim. Yerda turuvdi. Yer qatdiki, qabriston yeri nimaga qo'yilgan? Skemagagami yoki mayit qo'yishganmi dedim. Mayit qo'yishga dedi. Nimaga skemaga turibdi? Opchi yelkangizga oling dedim. Uyingizga olib keting. Uyingizga borib xo'jayinchilik qilasiz. Bu qabriston yeri bo'lganda mayit ko'miladi. Siz qayerga kelganingizni esdan chiqarib qo'yibsiz. Nima qilish kerak? Odamlar o'ylashyaptiki, hamma do'ljon. Men kelib turib, sal bo'sh kelsangiz, mevalarga ham o'qiyapti. Sal misol uchun aytaman-da, sen kimligingni men bilaman. Kimligingni bilaman. Menga bunaqa gapingni qilmagin. Menga o'tmaydi. Menga o'tmaydi. Sen hozir 4 ta 5 ta gapni gapiraman, o'zi shunda jim bo'lib uzr so'rab chiqib ketyapti-da. Chunki o'zining pravligini bilyapti. Qabristonni yerga men skemagani qo'yib qo'ydim, bo'ldi, meni yerim degani emas u. Mayit ko'miladigan bo'lsa ochiladi, olinadi u skemaga. Eng qizig'i aytaman-da, katta qilib skemaga naveslik qilib qo'yadi. Nima qilasizlar bo'lsa, hamma yomg'irgarchilik paytida kelib o'tirmasanglar kerak deyman men. Eng qizig'i quyosh yozi chillasida ham kelib issiqda kelib o'tirmaydi. Nima qilasan isrof qilib? Boshqa deyman.